Hammaga xayrli kun. Xudo xolasa biz China Motors Qo'qon filialidamiz. Albatta shu filialimizdagi bor assortimentlarni, yangiliklarni bizlarga yangi avtomobillar qo'shilyapti. Bunga qo'shimcha ravishda avtomobillarimiz uchun rastochka shartlari, bank foizlari, albatta hamma to'lov tizimlarida yangiliklar bor. Xudo xolasa bugun shular haqida qisqacha tanishib o'tamiz. Undan oldin bitta salonimizda bor avtomobillar bitta ko'rib chiqamiz. Bizda Jack X200 da bortlisi, tentlisi, furgonlisi hamda Jack M3 ni aynan 9 kishiligidan tayyor turib sotuvda, oq rangidan. Bizga yaqindagi ko'rgan bo'lsanglar, Jack X200 lardan ikkita treylerda avtomobillar yetib kelgan edi. Xudo xolasa 2-3 kun bo'lmasdan o'z avtomobillarimiz klientlarimiz kelib xarid qilishdi. Xudo xolasa chiroyli narxlarda bonuslar bilan topshirib yubordik. Hozirda ikkita tentli, ikkita bortli hamda bitta furgonli Jack X200 larimiz qoldi. Bular qisqacha narxi. Jack X200 da aynan furgonlisini olaman yoki refrigerator qilaman, o'ziga bir moslayman degan klientlarimiz uchun buni narxi 275 million 520 ming so'm. Bortlisi bor 248 million 640 ming so'm, tentligi bor 255 million 360 ming so'm. Bizlarga qanaqa bir yangiliklar bor desalar, bularga yangiligimiz ajoyib bor. Ya'ni bombasidan kelasizlar, xudo xolasa Labolang bo'ladimi, Cobaltlang bo'ladimi, xullas qanaqa mashina bo'lsa ham mana shuni sotib kelsanglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda polik bonuslar bilan qo'shimchasi 17 million so'm chegirma ham qilib beramiz. Ana shu Jack X200 da aynan bortli, tentli, furgonli. Farqi yo'q. Istaganlaringlar kelib, shularda 17 million so'm chegirma bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Bularga yana bir katta yangiliklarimizdan 25% boshlang'ich to'lov bilan 70% gacha bo'lganda avtokredit olib kelsanglar bo'ladi. 60% boshlang'ich to'lov bilan Jack X200 da bortlisini yoki tentli, furgonli farqi yo'q. 60% bilan 6 oyga rastrojkaga, 70% bilan 12 oyga rastrojkaga olib ketsanglar bo'ladi. Albatta, o'zini xohlasa chiroyli o'zini pulini bemalol bo'lib to'lasanglar bo'ladi. Avtokredit ham bor, avtolizing ham bor. Nasiya, ya'ni rastrojka hamda naqd to'lov turlarimiz ham bor. Keyin 0% bilan ko'pchilik so'rayapti, olib ketsa bo'ladimi? Bo'ladi, faqat ozgincha yugur bo'ladi. Buni bitta aytib o'tdik, ya'ni anglashilmovchilik bo'lmasligi uchun 0% bilan olib ketishlar uchun sizlarda noturar joy yoki yeri 2019 dan baland bo'lgan mashinalar bo'lsa, uni zalog sifatida bankka qo'yiladi, ya'ni bank orqali olasizlar. 0% da bank orqali olasizlar. Shunda bankka zalog sifatida qo'yasizlar. Hamma mashinalarni uylarning o'zlarining nomlari turadi, faqat zalog sifatida qo'yilgan bo'ladi. Bemalol o'sha mashinangizni yoki uyingizdan foydalanasiz bo'ladi. Keyin mashinani shu 0% bilan olib kelsa bo'ladi. Faqat 0% hamki qanday? To'g'ri, masalan, mashinaga 1 so'm olishga to'lov qilmaysiz, faqat nomerga, sug'urtasiga, keyin tex pasportiga, plus propaniga rastrojka qilasizlar. Primerni bir 30 millionga yetar-yetmas pul bilan olib kelsalar bo'ladi. Hop, ko'rib turganlaringiz bu tentlisi. Ichkarida ham bitta tentligimiz turibdi. Tentlikni xudo xolasa videoga yaxshilab like bosib, podpiska qilib tursanglar, xudo xolasa ko'p klientlarimiz so'rayapti. Ya'ni Jack X200 tentlisini o'zimiz uy sharoitida yig'ib turib, yig'ib olsak bo'ladimi yoki yig'ib ishlatib, bemalol yechib qo'ysak bo'ladimi kerak emas paytlarida deganlar uchun xudo xolasa bitta to'liq video qilib chiqamiz. Buni qanaqa qilib noldan yig'ib ishlatish kerakligini yig'ib yechib qo'ysa bo'ladimi? Ular hammasini sizlar bilan bitta video qilib chiqamiz. Xudo xolasa bizlar yangiliklar bombasi bor. Klientimiz yaqinda bizlardan Jack X200 da yaqinda hamki 1 oy yoki 1,5 oy oldin X200 da tentlisdan xarid qilishgan edi. Propan o'rnatishgan, plus propan benzin bilan 1,5 ming kilometr oshiq yuryapti. Hamma masalan klientlarimiz 65 talikdan bir dona o'rnatishgan bo'lsa, u klientimiz 130 talik o'rnatishdi, 265 talikdan. Xudo xolasa klientimizdan gaplashadik. 800 ming so'm atrofida to'layapti ekan. 800 ming so'm bilan polni bak to'layapti. 1100 kilometr oshiq yuryapti deyishdi. Bu degani primerni bo'lib tashlagani, ya'ni 800 ming so'mda 1000 kilometrga bo'lgan taqdirda 800 so'mdan tushyapti ekan. 1 kilometrda 800 so'mdan bu вообще shikolatli narx. Xudo xolasa yangiliklarimiz juda ham bisyor. Kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Yana bitta aytganimizdek Jack M3. Buni narxi 215 million 460 ming so'm. Kelasizlar, xudo xolasa chiroyli narxda qilib beramiz. Avtokreditga olaman degan klientlarimiz uchun boshiga Jack M3 ni 25% boshlang'ich to'lov bilan 60 oyga 4 million 934 ming so'mdan, 50% bilan 3 million 162 ming so'mdan, 70% ligamiz ham bor. Uni 70% to'lasangiz 1 million 897 ming so'mdan
xarid qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari masalan liniyaga olaman, kattaroq bir firmalarga olaman, tur firmalar uchun olaman deganlar uchun Jack M3 bor, M4 bor, Sunray 16 kishiliklarimiz ham sotuvda tayyor turibdi. Kelsanglar, xudo xolasa bitta deysizlarmi 10 ta 100 ta farqi yo'q akalar. Kelinglar, xudo xolasa chiroyli narxlarda, chotki bonuslar bilan zo'r qilib beramiz. Hop, manzilimiz so'ragan klientlarimiz uchun bizning manzilimiz Farg'ona yo'li Tabratskidan Farg'onaga qarab yurganligingda примерно 100 metr, 150 metr yurganligingdan keyin o'ng qo'linglarda avtosalonimiz keladi. Tepaga China Motors katta qilib logolar bilan yozib qo'yganmiz. Ya'ni 3 ko'prik stansiyadan ozgina o'tishlar ham bilan. Buni tarafdan, ya'ni yangi yo'l Farg'ona tarafdan yangi yo'l bilan kelayotganligingda chap qo'linglarda keladi. Xudo xolasa avtosalonda hammani kutib qolamiz. Bizlar bilan bog'lanish uchun aloqa raqamlarimiz 71 264 46. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, chotki bonuslar bilan xudo xolasa sizlarni xursand qilib yuramiz. Hammani avtosalonimizda kutamiz.